Xo'p. Endi lampalar olib qo'ysak qarangizlar. O'zi misol uchun mana bu lampamiz ham 220 moslashgan, lekin buni quvvati 12 watt. Kattaroq 20 wattlik lampochkalar bor, ular ham 220 ga moslashgan bo'ladi, to'g'rimi? Endi shuning uchun bularni pasportidagi quvvat deyiladi-da. Pasportidagi quvvati 12 watt. Pasportidagi quvvati 20 watt misol uchun. Pasportidagi quvvatlari bor. Ular aynan 220 ga moslashgan quvvatlar hisoblanadi. Qanaqadir u kuchlanishga moslashgan. Tok deysizmi? O'ting endi pating en quvvat enmidi, enting eu qo'yamiz. Enting eu. Kuchlanish bir xil bo'lgandan keyin quvvat kattasini tok ham katta bo'ladi. Xo'p, mana endi agar shu ikkita lampochkani parallellab qo'ysakchi, ya'ni mana N1 quvvatli lampochkaga P1 deylik shuni odatda. P1 lampochkaga P2 lampochkani parallellab qo'ysak, ularda yonish quvvatlari o'zgaradi. Ya'ni 12 wattlik bilan qanaqa wattlikni? 20 wattlikda hozir adashib parallel qo'yib qo'yman. Ketma-ket dedim-ku. Parallelda bir xil bo'laveradi, ekan 220 ga bo'ladi. Mana P2 mana. Ikkalasini demak ketma-ket olib qo'ysam, yonish quvvatlari qanday bo'ladi? Yonish quvvatlari. Quvvatli bo'lganda qanday bo'ladi? O'zgarmaydi. Yonish ravshanligi o'zgaradi, lekin mana. Bir xil quvvatli bo'lsa, ikkita ketma-ket qilinsa o'zgaradi-yo'qmi? Nima bo'lsa deysiz? Bir xil quvvat. Masalan, ekoya 12 wattlik. Ha. Susaya. Chunki mana birinchi holat uchun, keyin ikkinchi holat uchun. Qarangizlar mana. O'zi ikkalasi ham u kuchlanishga moslashganda, ikkalasi ham u kuchlanishga moslashganda, o'sha holatda qarangizlar. P1 teng u kvadrat taqsim R1 bo'lgan. P2 miz esa u kvadrat taqsim R2 bo'lgan. Endi esa ikkalasini ketma-ket olib qo'ydik. Bu holatda ularning yonish ravshanligi qanaqa o'zgaradi? Xo'p. Ikkalasini parallellaganimiz uchun bo'ldi, har biridagi kuchlanishni topaylik. Umumiy tok kuchi I teng u taqsim R1 plus R2 bo'ladi. Bunday kuchlanish u birimiz u kvadrat taqsim R1 u taqsim R1 plus R2 ko'paygan R1, to'g'rimi? U birimiz. Bunday kuchlanish u teng R. Ikkovidan tok kuchi bir xil mana bo'ladi. Buni qarshisiga R1 bo'lgancha R1 ga qo'ydim. Buni qarshisiga R2 bo'lgani uchun buni R2 ga qo'yib qo'yaman. Demak, U1 ni topdim. U1 topganimdan keyin endi P1 shtrix topaman. Ya'ni bu yonish quvvati. P1 shtriximiz U1 kvadrat taqsim R1 ga teng. Umumiy tok kuchi shunga teng bo'ladi. Umumiy tok kuchini topganimni tushundingizmi? Bunisiga tushunmayman. Anogami? U teng R-ku. Mana N o'rniga shuni qo'ydikda. Buni U1 E kara R1 ga teng endi, E kara R1. Endi P1 shtriximiz U1 kvadrat taqsim R1 ga teng. Demak, U1 mana bu, buni kvadrati mana. U taqsim R1 plus R2 ko'paygan R1 ning kvadrat taqsim R1. Bu nima bo'ladi? U kvadrat taqsim R1 plus R2 ning kvadrati ko'paygan R1 bo'ladi. Endi mana bundagi R1 ning o'rniga mana bu yerdagi R1 ni, bundagi R2 ning o'rniga esa mana bu yerdagi R2 ni olib qo'yamiz. Ya'ni P1 shtriximiz shunda teng bo'ladi. U kvadrat ko'paygan R1 ning o'rniga mana olib qo'yaman. R1 ning o'rniga U kvadrat taqsim P1. Mana bu yerdagi R1 ning o'rniga ham U kvadrat taqsim P1 plus U kvadrat taqsim P2. Shuni kvadrati. Shuni hisoblasak, mana U ning 4 taqsim P1 bo'lyapti. Uning 4 taqsim P1. Bu yerda ham U kvadrat qavmini qarasak, kvadrat uning 4 bo'ladi. 1 taqsim P1 plus 1 taqsim P2. Bu keyin P1 plus P2 ning kvadrat taqsim P1 kvadrat
pi 2 bor tepaga chiqib ketadi. Shu bilan uning to'rtlar qisqaradi. Pi 2 taqsim p1 plus pi 2 ning kvadrati ko'paygan p1 bo'ladi. p1. Mana bo'lsa P2 joyi almashadi. Agar P2 shtrix topadigan bo'lsak, P1 taqsim P1 plus P2 ning kvadrati ko'paytirilgan P2 bo'ladi. Xuddi shunday ko'paygan p2 bilan. Yonish quvvatlari. Endi necha marta susa ekan, bir xil bo'lsa, p bo'lsa va 12lik bo'lsa, necha marta hisoblaylik jon. P taqsim 2p, 1 taqsim 2 bor, 1 taqsim 4, p taqsim 4 deb qolgan. 4 marta susa ekan ikkalasi. Bu ham 4 marta, bu ham 4 marta susa ekan. Bir xil bo'lgan paytda shunday bo'lagan. 4 martaga kamaydi. 4 marta kamaydi har biridagi. Umumiy emas, har biridagi. Har biridagi Umumiy quvvat qanday? Ha? Bir xil quvvatli lampochkalar. Men aytaymi yo keyin aytganimiz aytaymi? Shumi? Bu Quvvat qanday o'zgaradi? yonish quvvati. U men tarixda aytib turaman buni aytib turay. U kuchlanishga moslashgan. Ha. U kuchlanishga moslashgan lampochkalar. Nima deysiz? Uni yozma qilasiz, yonish ravshanligi 4 marta kamayadi. Har birining yonish ravshanligi 4 marta kamayadi. Готовый, да.
Bolasi xonaga bog'liq bo'lgan Chaqqa borganda holatda bolasi birinchi san'at markazida bu yerga kamroq topshiradi. Chet topshirmaydi degan. Ammo qo'rqib hech kim bormaydi. Endi qarangizlar, sistemaning natijaviy quvvati. Ya'ni P1 va P2 ni oladik, sistemaning quvvati. Sistema quvvati. Ya bunday deganda P1, P2, P3, P4, P5 hammasini ketmaga to'lab tashlasak, sistema quvvati qanday bo'ladi? Sistemaning qarshiligidek gap demoqchiman. Xo'p, mana. Dastlab P1 da yozdik mana. Mana bunaqa ekan. Keyin P natijaviymiz U kvadrat taqsim qanaqa bo'lib turibdi hozir? R1 plus R2 bo'lib turibdi. U kvadrat taqsim ketmaga to'laganimiz uchun R1 plus R2 bo'lib turibdi. Shuning uchun U kvadrat taqsim R1 ning o'rniga U kvadrat taqsim P1, R2 ning o'rniga esa U kvadrat taqsim P2. Bu U kvadrat chiqarib nima qilsak, P1 P2 taqsim P1 plus P2 bo'lagan. Demak, ketmaga to'lasak, qarshilarga qarama-qarshi yo'nalishda hisoblash kerak ekan. Endi qaysini yodlaysiz? Buni yodlaysizmi yoki boyagi spirallar ketmaga to'lash uni yodlaysizmi? Qaysini yodlaysiz? Ketma-ket. Ama R umumiyning o'rniga R1 plus R2 qo'yapman-ki mana. R umumiy natijaviy qarshilik o'rniga R1 plus R2 qo'yapman. Sistema quvvati ketmaga to'lansa deb yozib qo'yaylik. Ketma-ket ulangan lampochkalarning umumiy quvvati. Endi parallel olib qo'ydik. Sistema quvvati qanday bo'ladi? Ya'ni mana bu yerga P1 ni olib qo'ydik. Bu yerga esa P2 lampochkani olib qo'ydik. U kuchlanishga. Shu yerda sistema quvvati qanday bo'ladi? Sistema quvvati demak P natijaviy teng U kvadrat taqsim R umumiy. Bu yerda ham mana bunday qilamiz, qarangizlar. U kvadrat ko'paygan 1 taqsim R umumiy qilaman. 1 taqsim R umumiy nimaga teng? Parallelda 1 taqsim R1 plus 1 taqsim R2 ga teng. O'shaning uchun men shuni qo'yaman. Ya'ni P natijaviy barobar U kvadrat ko'paygan 1 taqsim R1 plus 1 taqsim R2. U kvadrat taqsim R1 plus U kvadrat taqsim R2 bo'lyapti. U kvadrat taqsim R1 plus U kvadrat taqsim R2. Bu degani P1 plus P2 degani. Shuning uchun parallel turish qo'shilgan. Sistema quvvati. Yodlashga ham oson, lekin haqiqatan ham. Parallellasak, kuchlanishlar bir xil bo'lgan hisobiga yorug'roq bo'ladi. Haqiqatan umumiy quvvat qo'shilishi kerak. Ketmaga to'laganimizda, demak, xiraroq bo'ladi sistemaning umumiy quvvati. Ikkovini parallellaganimizga nisbatan. Shuning uchun parallellanadi. Kuchlanish bir xil bo'lsin deb. Ammo quvvatini topishda oxirgisida P1 taqsim shu P1ni bashidagi ko'paytirilgan Unutama? P2. P1 kara P2 taqsim P1 plus P2. P1 P2 taqsim P1 plus P2.